Yantoq o'simligini siz bilmagan foydali xususiyatlari. Yantoq birinchi navbatda yurakdami, jigardami, qorin bo'shlig'idami, qayerda suyuqlik yig'ilgan bo'lsa, o'sha suyuqliklarni organizmdan chiqarib tashlaydi. Ya'ni mochagoniya ta'siriga ega bo'ladi. Ikkinchi xususiyati, qayerda bo'lsa qat'iy nazar, oshqozonda bo'ladimi, ichaklarda bo'ladimi, vaspaleniyalarni, yallig'lanish prosesslarini yo'qotib, yallig'lanishni kamaytirib beradi. Bu deganimiz oshqozonda shamollash, gastrit yoki oshqozon yara kasalliklari yoki bo'lmasam ichaklarda 12 barmoq ichaklarda duodenit yoki yo'g'onchaklarda kolitlar bo'ladigan bemorlarimiz bemalol bu o'simlikni iste'mol qilishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, nafaqat ichki a'zolarga, tashqi teridagi yaralarga yoki kuydirib qo'ygandan keyingi asoratlarda ham yantoq o'simlik juda foydali hisoblanadi. Bu videoni yuqorida sanab o'tgan kasalliklari bor bo'lgan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.